Xo'p. Aka bu yakka qancha bo'pti? 20 million. Yakka chiqib ketdi. Bo'g'oz shekilli menimcha. Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Vodiydan Sado kanali ukamiz uchun sotilgan va qaytganlarni syomka qilib beraman. Qurbon hayitimiz 2-kuni hammalarga muborak bo'lsin deb videoda boshida eslatib o'tib ketaman. Ukamiz safarda ish qilib yuribdi. Ozgina xizmatlar bilan like'larni bosib, kommentga yozib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa. Biz xizmatda. Xo'p, bu yerda yosh 270 necha bo'ldi aka? 12 millionga bu qo'shamiz. Aka qancha bo'ldi unazin? So'ramadingiz. 12 millionga ola. O, yosh bo'lgan bilan dadil aka. Ular shunaqa gaplar ukamiz xizmatda yuribdi. Biz ozgina qo'ldan kelganicha syomka qilib beramiz. Havo aynib, yomg'ir yog'aman deyapti. O'ta zo'r havo bo'lyapti, salqin. Pulli bo'lsin aka. 9 million 300 ham bor. Amaki qancha bo'ldi? Necha pulligini so'ramadingiz? So'rab qo'yinglar, iltimos. Barib chiqqinizsa so'raydi aka. Unajin so'ramadi. Xo'p, qadrdonlar, shunaqa gaplar. Xudo xolasa tez kunlarda o'zlari kelib qoladi ukamizni. O'sha o'zini jaydaricha so'zlari bilan syomka qilib beradi sizlar uchun. Hozircha qo'ldan kelganicha biz syomka qilib beramiz. Aka qancha bo'lib ketdi? Zo'r. 13 million chentasi ham bor ekan. Xo'p, shunaqa gaplar, ob-havolar zo'r, salqingina bo'lib beryapti. Jiddiy yomg'ir yoqsa kerak menimcha. Ozgina yomg'ir yog'aversa, changlar ham yo'qolib ketadi, zo'r bo'ladi. Hop, yoshlari chiqib kelyapti, yosh. Bu aka bittami aka? Qancha bo'ldi? 9 millionlik. Qancha bo'ldi bu? 10 millionga. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan bu. Chiqib ketdi. Nari 9 million 50. Hop, men valnobdan ham kelyapti o'zim. Vo, zo'r narsalar chiqib kelyapti, mashalloh. Qulluq bo'lsin aka. Nech puldan bo'ldi? 18 million deydimi buni? Cho'v. 3 ta buqa ekan. Cho'v ham buqacha ekan. Hop, bu yerda yana chiqib kelyapti-yu, 2 ta buqacha. Qulluq bo'lsin aka. Nech pul bo'ldi? 20 million bo'ldi, 2 ta buqacha. Yosh. Bo'ladigan bo'zaklar ekan, lekin ozgina qilinadi, boshda kega o'rganib ketadi. Aka qancha bo'ldi qulluq bo'lsin? 10 million 500 ga. Chiqib olmamsan aka, ustiga chiqib olsa ham olib keta oladi. 10 million 500 ming. Xo'p, 2 ta buqamiz. Aka qulluq bo'lsinmi? Qulluq bo'lsinmi? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin. 31 million bo'pti ekan. Buqamiz 10 shunaqa chiqib qoladi. Unajin. Qulluq bo'lsin aka. Qancha? Zo'r. 11 millionga ketdi mana yosh buni. Xudo xolasa bu yoq boshladi chiqishdi. Hop, akam qancha bo'lib ketdi? 11 bo'ldi aka. Qulluq bo'lsin. 11 million bo'pti mana. Sog' bo'ling. Yo'q. 4 million 800 ga chiqib ketdi mana qulluq bo'lsin akalarga, qo'chqorimiz. Assalomu alaykum, xayrlar bilan. Hop, chiqib kelyapti yana bu yerda kattalar. Bu qala ozroq chiqib qopti bugun. O'zi bozorga bugun mol hayvon ozroq chiqqan. Damalyapti ko'pchilik. Aka qulluq bo'lsinmi? Qancha? 25 millionga mana do'stlar. Chiqib ketdi. 500 euro bu yoqqa chiqib qoladi kilosi. Kilos minusi bilan. O'zi yurar esligidan olib chiqyapti amaki. Amaki qulluq bo'lsin. Nech pul bo'ldi? 7 million 800 xunajin. 7 million 800 ga xunajin bo'ladigan narsa. Yomg'ir boshlayapti, xudo xolasa. Allohga barakat. Bozorda shunaqa gaplar mana qadrdonlar. Bitta bozorda ham ko'rsatib beray. Shatratib yog'ib bersa, xudo xolasa. Changlar, ancha changlar ketib qoladi.
Maza qilib gapiraveramiz, baqirib. Oh, xunajinni zo'rlari chiqib kelyapti. Aka qulluq olsinmi? Qancha bo'ldi? 12 million 200 dan ola xunajinlarimiz. Zo'r. Hop, bu yerda yosh chiqib kelyapti. Qancha bo'ldi aka? 11.6. Qulluq olsin. 11 million 600 ga yosh buqa mana. 1 minus chiqib qoladi. Hop. Amaki qulluq olsin. 9 milyon 400. Yo'toring. Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Ikkitasimi? 18 milyon 800 ga mana ikkita. Bunachi. 9 milyon 400 dan bo'ladimi? 18 milyon 800 ga. Yaxshi, zo'r. Oh, sakrab chiqib kelyapti. Qancha bo'ldi aka? Katta buqa. Aka qancha bo'ldi? Qulluq olsin. 28 milyon 300 ming dedi, katta buqa ekan. O'zi ham narsa to'libdi. Xo'p, bu yerda bo'ladigan yoz ko'chatlaridan zo'r. Qulluq olsin. Baqqani oldingizmi aka? Zo'r. 18 millionga olibdi mana. Biri 10 shunaqa chiqib qoladi. Uka qancha bo'ldi sigir? 14 milyon 500 aka. Qulluq olsinmi? 18.5. Zo'r, 18 milyon 500. Yo, sigirlar qancha bo'ldi aka? O'zimi? 18 millionga buqa. 18 ga buqani o'zi. Ha, orqadagi buqada orqadagi. Hayvonlar yana sal jon kiryapti. Arzonlasa yana xursand bo'lasan, lekin bir tarafi bor. Dehqon akalarimiz bor, bahyapti. Ularda o'ylaysan. Chunki yem qimmat, o't qimmat, baqish oson emas. Amaki qancha bo'ldi? 4 milyon 500 ga mana qo'chqor. Endi baqqan dehqon akalarimiz ham chorvasiga barakasini bersin ilohim. Olib chiqadi, bir narsaga kerak bo'lib albatta. Yomon emas. Endi o'tgan bozorlarga qaraganda bu bozor sal qimillab qolgan, jonliroq narxlar. Oh, sotildimi aka? Nech pul bo'ldi mana bu, amak? 6 millionga mana olinibdi. Bu buqa kirib kelyapti ekan, shoshmang. Bu yerda chiqib kelyapti ikkita. O'zimizni joylarimiz. Nech pul oldi? 22 milyon 500 ham bor oldidagini. Oldidagi. Sopar akalarimiz. Nuqta. Aka nech pul bo'lib ketdi unasimiz? 72. Qulluq olsin. Ha, 73. 7 milyon 300 ga. Qulluq olsin aka. Zo'r. Hop, yana bola. Nashaga o'tib olaman shekilli. Qancha bo'ldi? Qulluq olsin. 21, 20. Assalomu alaykum, qulluq olsin. Xunasida 20 milyon 800 mi shunaqa. X kam 21 dedi, 20 milyon 800 bo'ladi shunda. Xo'p. Chiqinglar endi mollar, chiqinglar ey. Ketdi mana bozorga, xudo xolasa. Hop, yana bola. Qancha bo'lib ketdi aka? Nech puldan qaytdi? 28,5 bolasi xunajin. Nomerda oladigan bo'lmadi. 28 milyon 500 ga bermadi. Shoshilib chiqib ketishyapti. Hop, bu yerda olak chiqib kelyapti. Ena bolasi qop-qora. Hozir narxini bilib beraman. Aka qulluq olsinmi? 35 milyon 400 ming bo'ldi. Zo'r. Qulluq olsin. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham 35 milyon 400 mingga qopti mana. Zo'r. Buni adashmasam, ko'rmaganlar bo'lsa, syomka qilganman. Sigirlarda alohida Qodirov TV2 da chiqadi. Hozir mashinani ham bilib beraydi. Aka sotdingizmi buni?
Neç pul bo'ldi? Neç pul bo'ldi? Pullik olsun aka. 13 milyon 500. Mana do'stlar. Turib mon shunaqa chiqib qoladi bo'lar. 13 milyon 500 bu. Zo'r pullik olsun. Yana chiqib kelyapti plus minus 1 dan oshiqrog'i. Pullik olsun aka. 11 milyon bo'pti mana do'stlar. Bir plus chiqib qoladi 11 milyon. Zo'r. Chiqinglar. Yana yoshidan chiqib kelyapti. 3 ta tuyoq oppoq, bittasi qop-qora. Nechta bo'pti aka? Zo'r, pul olsun 13 millionga. Akamiz Shopir aka menimcha, lekin hammasini narxini so'rab beradi. Respekt akaga. 13 million. Biro 5 ming chiqib qoladi bo'lar. Chiqib kelyapti yana xudo xolasa buqa xunajin aralash qurolash. Xunajin qancha bo'ldi aka? 17 ga? 17 millionga sotilmadi. Buqa qancha bo'pti aka? Sotilmadi. Qatyapti mollar to'ta. Yomg'ir yog'aryapti, shungami menimcha qaytishyapti o'sha. Xo'p. Qo'chqarlar qulluq olsunmi? Nech puldan bo'ldi? 48 oldu, ananı bilmedim. Qulluq olsun. 4 milyon 800 ga ham aka olib ketyapti mana. Qo'chqa. Zo'r. Qo'zilarchi qo'zilar. Qo'zilar qulluq olsunmi? Nech puldan bo'ldi? 150 dan. Qo'chqara? 3 milyon 250 dan mana qo'zi qo'chqarlar. Bo'ladigan narsalar ekanda. Ishqibozlar olibdi. Najillar. Hamaki qulluq olsun. Nech pul bo'ldi? Orqadagi 11 million 700 aka. Qancha? 11 million 700. Orqadagichi? 1,12. Buchi? Malades. Ikkitasi 34 million, ozginasi kam bo'pti mana shu. Buqalarimiz. Biri 20 chiqib qoladi bo'ylari. Zo'r. Xo'p. Qo'chqarlarni oldim ekan. Aka qulluq olsunmi? Nech pul bo'ldi? 46 47. Zo'r aka, qulluq olsun. 4 million 600, 4 million 700 ga mana ikkita qo'chqa. Zo'r. Nech pul bo'ldi aka? Qodirov to'y 47 yarim. Qulluq olsun. 70 kilo. Tortdilar. 70 kilo. 74 kilo 40 4 million 750. Qodirov TV vodiydan Sadodan chiqadi bu xudo xolasa. Zo'r. Mana do'stlar. Hop. Yana chiqib kelyapti yoshlar xudo xolasa ko'rsatib beraman. Biz oradan kuchuk o'tib turib ko'rsataveraman. Nech pul bo'ldi? Zo'r. 9 million 200 ga. Yosh buqacha. 90 chiqib qoladi o'zi bo'ylari ham. Aka qancha bo'ldi qo'y? Zo'r. Qulluq olsun. 4 million 300 ga mana do'stlar. Sog'liq qo'yimiz, lekin ninaqa ekan. Bularda egalari yo'q, balab qo'ygan. Mana nech pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 11 million 800. Zo'r. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsiz? Omonmisiz. Rahmat, sizlar bo'lyapti. Allohga shukr. Chiroyliqdan ko'rsattiradi. Bo'ldi. Ishga ko'rsattirdi. Bo'ldi, sog' bo'ling aka. Omadingiz bersin. Omadingiz bersin. Xo'p, obunachilar. Bular sotildimi, sotilmadimi chiqqancha ko'rsatib beraveraman endi. To'g'ri geldi. Tak. Baraka bo'ldimi amaki bular? Ha, bo'ldi. Nech puldan bo'ldi qora? 51 oldu. 5 million 100 mochi. 56 oldu. 5 million 600. Sotdinglarmi? Pullik olsun. Zo'r. Bundan baraka topsin egasi. O, mana shu ola buqa kelishlari bo'lagi buni. Aka qulluq olsunmi? Böyle bilmiyor
O, so'rab qo'yinglar iltimos. 400 kilodan oshib 500 kiloga yaqin shopir akalarimiz. Mayli. Xo'p, sog'liq, xunajin. Qancha bo'ldi aka? 9 million 400 ga qulluq olsun. Yosh xunajin. Bu sotildimi aka? Endi bo'layapti savdosi. Molni yurish-turishlarini ko'rsatib beryapti bitta. Molimiz bo'g'oz ekan. Bu 9 million 400 bo'pti xunajin, yosh. 1.5 shunaqa chiqib qoladi bo'ylari. Bu molni boshida olib berganman, men sigirlardan. Sotildimi? Sotildimi? Nech pul? Nech pul bo'ldi aka? Ha, nech puldan qaytdi? Buni videosini olganman. Sigirlar alohida chiqarib berganman. Yana bola qancha bo'ldi aka? 19 million. Pulliq olsun. 9 million yana bola. Va bu sari qancha bo'ldi aka? 2 million 500. Zo'r. O, bu yerda yana bitta chiqib kelyapti. Shved buqalarimizdan. O'zi so'yiladi menimcha. Aka qulluq olsunmi? Tortmadingizmi? 55 yarimdan 24 qancha? 26 qancha? 24 million 600 ga 55 mingdan so'yib olishga. Zo'r. Amaki pishdimi bu bo'g'oz? Nech pulga bermayapsizlar hozir? Xabaringiz yo'q. Molni aylantiryapti. Qanchaga? 19 ga bo'g'oz ha, oz qolganmi mana? 9 millionga berilmayapti. Savdosi bo'layapti, menimcha achib ketyapti. Aka qulluq olsunmi oqbosh? Nech pul bo'ldi? 20 million. Qulluq olsun. 21 million bo'pti mana do'stlar. 1.15 shunaqa chiqib qoladi bo'ylari. Menimcha 20 millionga berilmayotgan sigirimiz bo'g'oz savdosi bo'layapti. Pishib qolsa ko'rsatib qo'yaman. Sinab olishga so'rayapti mana. Xo'p, yosh. Bunasi nech pul bo'ldi aka? 12 million 200. Qulluq olsun. 12 million 200 5 10 plus minus chiqaradi. 12 million 200 lekin semiz ekan. Bo'ladigan. Xo'p, yosh buqamiz chiqib kelyapti. Aka qancha bo'ldi? Qulluq olsun. 16 millionga bo'pti. Birdan oshiq 1.10 taqa chiqib qoladi. 16 qulluq olsunmi aka? Nech pul? Aka so'rab qo'yinglar iltimos. Xo'p, yakkaga chiqib ketyapti. Menimcha emas, 3 oylik bo'g'oz. Xo'p, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, qadrdonlar, o'tizga vaqtinglarga rozi bo'linglar. Tez kunlarda kelib qoladi. Bahramjon ukamiz ham. Ha, bu yerda ikkita chiqib kelyapti, shuni bilib qo'yaydi. Aka qulluq olsunmi? Sotmadingizmi? Hech puldan qaytdi. Shopir akamiz, so'rab qo'yinglar iltimos. So'rab qo'yinglar. Ena bola qancha bo'ldi aka? 17,5. Qulluq olsun. Mana o'zimiz jaydari bolasi xunajin 17 million 500. 4 yo 5-bolasi. Buni aytdim 6 million bo'ldi, pul chiqdi. Xo'p, buqamiz. Aka qulluq olsunmi? Qancha bo'ldi? Zo'r. 14 millionga ketdi mana. 1.10 shunaqa chiqib qoladi bu ham. 15 ham chiqsa kerak. Sizga vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha qadrdonlar. Hayır, yomg'ir boshladi, xudo xolisi mana.